Ta'magir Mirshabboshi 365 kun da ushlab turamiz. Egasi kelmasa, sen olib ketasan. Agar bordi-yu egasi kelsa, qaytarib beramiz. Faqat bir sharti bor. Nima ekan? So'radi Juho. Bir oylik yem-suv pulini sen to'laysan, dedi Mirshabboshi. Juho rozi bo'ldi. Bir oydan keyin kelib, otning egasi kelmaganini bilgan Juho suv va yem pulini to'ladi. Lekin Mirshabboshi unga oriqqina eshakni berdi. Keldi. Podshoh otni Juhoga berib, Mirshabboshini zindonband etishni buyurdi. Shuni doim yodda tuting. Ta'magirlik va va'dani bajarmaslik sharmandalikka olib boradi.